Voy, men qaranglar obunachilar, вообще chotki, men bu olmosni qaranglar, zo'r nimada saqlab qo'yganman, men qaranglar. Mana yoqda 6767 qilasizlar, bunday ochasizlar, chukching qilib ochiladi. Hech kim yana parolni eshitib qolmasin, bu meni o'zimni ajoyib va g'aroyib nima deylardi, bu olmos deylardi. Oltin bilan olmos farqiga hali ham bormadim. Mayli nima bo'lsa ham. Voy, mamniko. Mana Niko qo'shnimni uyga hech e'tibor bermagan ekanim, mamni eski musor bo'lib ketganini вообще e'tibor bergan. Mun qaranglar, o'zi yashayapti. Qanday qilib bu uyga yashayapti, bunday sassiq uyga? Mun qaranglar, chirib ketgan mana bu taxtalarim, mun qaranglar. Buni rangi bilan buni rangi farqi bordir, to'g'rimi? Вообще bir Nikoga bir aytishim kerak edi. Mayli, maslaga salomlashdim o'zi. Barchaga salom bolalar. Bugun sizlar bilan yana bolalar, men bu gapni aytmayman. Bugun sizlar bilan yana Shahis, Chiqchiki baba bobojon bo'ladi. Qarochi, yaxshimisizlar? Enmay bobojon degan so'zni qo'shdim. Niko, chiqing tashqariga, bir gapim bor sizga. Yaxshimisiz Niko? Nima? Nima tuzimsiz? Ha, normal. Xo'p, qarochi, men bu uyingizga hech e'tibor berdingizmi? Men uyingizni mana buni qaranglar. Kim qildi buni? Kim qildi? Kim? Men qilmadim. Kim bunday qildi? Nima bu? Tushunmadim. Nima qildi uyimga? Nima chaqiringiz, maza qilib o'tirdim. Uy qaroch, mana sabz bor ekan. Uy qarochi bo'q chiqayotibdi mana uy. Nimaga bunaqa bo'q bo'lyapti? Mana bu rangi bilan buni rangiga keyin mana bu chirib ketgan, o'tlar o'sib ketgan. Nima? Bir boshlaydi. Estetika? Voy, balla, estetikasi bizdan kuchli ekan. Obunachilarga qaranglar, balla. Qachon buni yangilash niyatingiz bor? Aytingchi qani? Uy вообще. Xullas, kredit oldim o'tgan kuni. O'tgan kuni emas, 2 yil oldim. Shuni ham qilib yuribman. Endi 1% to'ladim. Hali yana 200 yillik kredit bor. O'shadan to'layman. 200 yildan keyin pul bo'lsa, keyin uyimni yangilayman. Ungacha shunaqa. Ungacha uyingiz qolmaydi-ku, ungacha uyingiz. Men qarang, oxirgi marta qachon ta'mirlagansiz? Nima qilaman endi? Pulim yo'q. Hamma anaqani kredit ishilib olyapti. To'xtayman hozir. O'zim ma'no qilmasam bo'lmaydi, men bu polizim hech bo'lmasa bitta ikkita joyini to'g'rilamasam bo'lmaydi. Вообще kim bo'lsa ham kimdir ana o'qib ketibdi-da men polizimni va men qaranglar, вообще bo'qin chiqarib ketibdi. O'zi ba'zirga shu polizni chiqchik baba qilib to'g'rilab olganman. Men qaranglar nimalar qilib ketgan, nimasi kulgili bo'lyapti? Yo'q, hammasi joyida. Ishtimasi kulgili bo'lmasin. Ishli bo'lmasam kreditim to'g'ri. Men umuman farq. Niko, tez chiqing. Oh my god. What is that? Kim bu? Qo'y, kimligi yozilgan, Niko xotinida yozilgan. Uyingizga kirmoqchi. Kim chaqirdi? Xotinini kim chaqirdi? Uzr, xotiningizga memolim, uzrga tushyapman. Yana memolim, uzr. Mana qarang. To'xtang, qayerdir ketyapti. Voy, men qarang, obunachilar, вообще zo'r. Siz erkak kishisiz, nima xotiningiz ustiga chiqib olgansiz? Sabzi chichib o'ryaptimi? Tushunmadim. Oh my god. Men qarang. Ter. Sabzi sotamiz bu yerga. Ket. Go. Bu nima? Voy. Yordam beringlar. Hozir yordam beramiz. Nima bo'lyapti bu yerga? Bo'l devorning chichib o'rma, bo'l aka olimdan. Bo'l yaxshi ket Nikon xotinim. Nima bo'ldi? Mana alkash ustimda bosib qo'ydi. Yordam beraveringlar, Shahis Niko. Bo'l oqishtoqqa hozir sabr qilib tur, yordam beramiz. Niko, meni ko'tarib yuboring, iltimos. Qanday ko'taramiz uni? Obunachilar, yana bitta gap. Niko zalga boradi. Niko kachka, qarochi. Niko tolka zanimatsiya qiladi, zalga boradi. Hozir shu sababdan men ko'taradi. O'sha zalni kuchini ko'rsataman, qarang. Zallariga ko'tar. Voy, belim bir mazza qildi boru. Bo'l, tez olib ketaymi Nodir akani. Katta rahmat Niko, umringda baraka top. Xo'p, endi arzimaydi deb qo'ying, xafa bo'lib qolmasin. Nima? Bo'ydim. Niko ko'tarmadi. Balizaga olib bor, iltimos Niko, pul beraman. Bo'l, olib ketay, tez olib ketay. Davay. Obunachilarga qarang. Kana nimalar deyapsan? Men obunachilarga gapirayotgandim. Jigar, yaxshimisiz? Yaxshi, bir 10 mingta bo'lmaydimi? O'nnayni. Nima tushunmabsiz? Nima bu? So'kdingiz hozir meni. Uzr, endi ozroq nima edi, mastdaman, kayfdaman, uzr. Qachon 10 mingta bo'lasan aka? Men bir 10 mingta bo'lsa, men ichishda tashiyman deb o'tiribman.
Ey! Ha, ichni tashlayman deyaptimi? Xullas ketdik, davay. Oh my god. Voy. To'xta, 10 mingta bo'lsanglar, ishimni tashlayman o'sha gap. Streamda aytaman, stream bo'ladi, 10 mingta bo'lsak. Ha, bo'ladi. Niko, davay olib keting. Voy, Nikoga 5 baho. Voy, buni qaranglar, tolka zarmata qilyapti. Chotki, yaxshi, mayli. Quduqqa tashlaveramiz. Yo, tashlavermang. Yo. Voy, ketdi bu. Ammo suv sachab ketma. Buf, deb, buf. Bularki. Da. Mayli, ketdi Niko, yuring, mayli. Aytgancha mer chaqiruvdi bizani, bir merda olib boraylik-chi. Mer, salom desam, bu kim bu Niko? Taniysizmi bu odamni? Ha? Eshitmaysizmi? Mer охранник sotib olibdi. Охранник ekan. Охранникmi? Mayli, kiraversin. Okey, men o'tib ketay. Dur ekanmi bu jigarim. Yaxshimisiz mer? Yaxshi, aka, ikkoviga ish bor. Qara, anovi mani ortimda tenta bor. Qanaqadir tentali tuzoq. Ash tentali tuzoqni qilinglar, zararsizlantiringlar, kimdir qurib ketibdi. Rostami mer tentali tuzoq? Voy. Xullas, shaxs manu ikkalasi Doktor akani o'ldirishibdi. Buni qamash kerak bu ikkalasini. Qani? Ya, mer, buni qutqaruvdik buni. Buni qutqaruvdik biza. Buni qutqarganimiz meni yaxshiligim. Biza o'ldirganimiz. Mani o'ldiraman deyishdi. O'yima qayrishdi. Obunachilar sudga ko'rishaman. Tushunishdingmi? Ber, bularni qamash kerak. Buni qamaysiz. Qani o'ldirdi, chumam. Nima bo'lyapti hozir? Oqishloqqa menga bir boshdan gapirib berdi. Gapir, eshitmay. Yo'qol. Mana qarang, kimni buzdi, mana bu buzdi, oqishloq buzdi. Qilishdi, Nodir akani qutqarib, Nodir akani o'ldirishdi. Meni ham o'ldiraman deyishdi. Biz qochib qoldim. Hozir tez Nikon chaqirmasam. Xo'p, mayli, mer, men hozir zararsizlantirib kelamiz tentani. Men buni. Ket yo'qol olimdan. Yaqinlashma olimga. Men umuman farqi yo'q. Tushuning? Kiysa men portlatib yuboraman tentini. Sanamam. Obunachilar buni qaranglar, yaxshilikka yomonlik qilganni. Men qaranglar nima yozilgan. 10 mingta obunachi bo'lsak, stream qilamiz. Oh my god, 10 mingta obunachi bo'lsa stream qiling. Oy, Niko, yaxshimisiz? Niko, qarang, Niko. Вообще, anovi o'zidan ketibdi anovi. Bossa bo'ladimi? Yo, bos bo'lmaydi, adashmasam. Bom. Voy, down. Buz buni. Ey! Voy, qoch. Oh my god. Bom. Oh my god. Niko immortal. Niko, oy, bola bilanchilar. Mer portlatma deydi, portlatib tichyordi, endi mer yana gapira. Mer bizdan qamamoqchi. Nodir akani o'ldirganimiz uchun. Nodir akani cho'ktirib yubordik-ku, ana oq qishloqqa. Oq qishloqni bekor qutqarib bizda siz borib gaplashib turing-da. Men bo'pti, mer bilan gaplashaylik. Mana bir gaplashmasdan bo'lmaydi men. Mer, qarochi biza qilmadik, to'g'rimi? Qilmadik. Hozir kelaman. Obunachilar, sizlarga modlik kerakmi? Unda men o'zimni Telegram kanalimda maslahat beraman. Bilasizlar, yaqinda men o'zimni Telegram akkauntimni o'chirib yuborgandim. Shu sababdan yangi kanallar va yangi akkauntlar ochdim. Eski kanallarga obuna bo'lgan bo'lsanglar chiqib ketinglar. Umuman kerak emas endi ular. Meni yangi kanalimga va chatlarimga obuna bo'lib qo'yinglar va modlarni o'sha yerdan olinglar. Yangi modlarni tashlab boraman. Barchalaringizni kutib qolaman. O'sha gap men qilmadim. Nodir aka o'zi vesani ko'tara olmay tushib ketib qoldi havuzga. Shaxs. Yuring ketdi, bo'ldi. Men kredit to'lashim kerak. Yuring, yordam bering. Mayli. Toza sen kreditni ham jonimga tegdi. Kredit olman, o'ylab kredit olish kerak, uka. Mayli, katta bo'lmasa. Majbur bo'ldim. Atrof ochiq bo'lib qoldimi? Ketay olimdan. Mana o'tirmayman joyimda. Uyim. Aytdim, uyingiz qulab, men qanday men sizni oldingizga o'tiruvdim men. Uyingiz aytdim, men qulab tushadi dedim men. Uyingiz ana. Ana. Voy. Anna. Nima qilaman endi? Uyingizni menga bering. Endi doktorni chaqirasiz, tushunyapsizmi? Endi alo doktorjon bo'ladi, tushunyapsizmi? Uka? Mani uyim. Uka? Voy, almas. Voy. Parol bor, uka, olamaysan. Nima? Parol bor. Parol 69. Ha, 87. Oy. Hozir ochib o'zim olaman hozir. Ochib o'zim olaman. Qani olaman? Olib bo'lmayapti. Voy. Qoch. Voy. Olmasimni be. Shuncha. Nima? Meniki bu. Men ochdim, nima meniki? Ha, mayli. Krediting to'la. Lekin men Niko. Uyni to'g'rilaylik, uyni. Hozir to'g'rilab tur uyini, hozir men kompyuterimga chiqarib chiqaydi. Shaxs, balkim
Sizni uyingizni ham ta'mirlash, ta'mirlash kerakdir balkim. Qanday bu blok tentlagan? Ya, tez.